Hop, bo'ldi mana. Ertalabgacha tayyorlab chiqdim slayd. Hop. Do'romen pul topib obunachilar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Dodix Minecraft sizlar bilan bugungi videomizda xush kelibsizlar. Va mer telefon qilyapti. Hop. Alo, assalomu alaykum mer. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Meni yonimga keldingiz. Hop. Nima gap? Ertalabdan chaqirib oladilar. Uxlaganim yo'q-da, uxlaganim ham yo'q. Menga montaj qilayotgandim, bunda slayd qilayotgandim. Chiqarish kerak-da, просто chiqarishni bilmayapman-da printerda. Men mashinamda bitta joyga o'chib qo'yish kerak, lekin mayli. Hozir emas. De obunachilar hozir emas. Bo'ldi. Eshik qulflarini endi. Hop. Jetil qochdi, seni tezroq bo'lishim kerak. To'xta. Kirsam maylimi? Ha, kiraver, eshik ochiq. Rahmat. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Xo'sh, sen ishlarni qildingmi? Ha, o'smagan edi. O'tgan safar qilib qo'ydim, hozir o'smagan ekan. Qarasam. Ha, yaxshi. Xo'p, qolgan ishlarchi? Qanaqa ish? Sen ko'rmadingmi? Agrodning tagida kimdir nimadir quryapti. Nima? Tushunmadim gapingizga. Narsa quryapti, uy quryapti. Tushundingmi? Endi Ha, tushundim. Xo'p, qanaqa narsa masalan? bilmadim, korоче, yo'qolay. O'shalarni ko'rib menga javobini ayt. Hop. Aytgancha sizlar bilan salomlashdim. Obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Dodix Minecraft. Bugungi videomizda qanaqadir agradni tagiga narsa qurib olishibdi. Mayli. Necho obunachilar, hozir ko'ramiz qatiga. Qanaqasiga qo'ygan bo'lishi mumkin. Hozir tekshirib chiqamiz agrad bo'ling. Qanaqasiga narsa qurish mumkin. Просто shuni mabetdan qurish mumkin emas. Qurib bo'lmaydi botdan ham qurib bo'lmaydi. Botdan ham yo'q, qurib chiqish kerak. Yo'q, nima bu? Da quribdi. Pastiga ochamiz. Uyda kimdir bormi? Ha, kim bu? Yomon musiqa ovozi kelyapti-da shu yerda. Ochsam bo'ladimi? Ha, kiraver. Kimsiz? Assalomu alaykum. O'chib qo'y. Shamol bo'lib ketdi. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima bo'pti? Tushunmadim sizni. Qayerdan keldingiz? Men masjidga to'g'ri narsalar qilib yo'qolib qoldim. O'sha uchun masjidda uy qurib oldim. Siz bir jin emasmisiz? Kelgan joyga uy quravergansiz-da. Qani ukam, yo'qol. Uyni ko'rchiq. Uyingiz eshitmayapman. Qo'shib turing-chi, ko'ray-chi. Qalbingizda eshitmayapti-ku. Shundan Hop, nechi ko'di? 20. Okey. Yo'q, onajoning saka. Menga qara, mana shu tunga hamma narsa senga. Agar ro'shatda men uxlab qoladigan bo'lsam, yotib qoladigan bo'lsam. Mayli, merdan so'rab, ozgina rozi qilaman. Rozi qilish oson, bunaqa pullar bilan obunachilar. Nima bu pul? Bu mana kiyimlarni. Mana shuni tepaga chiqqanda kiyib ko'raman. Bo'pti, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obunachilar, qaranglar. Menda qancha pul bo'lib ketdi, qaranglar. Xo'p, kiyib olamiz. Kiyib olib. Va men qalay chiqdi? Zo'rmi kiyimim? Dahshatmi?
bu yerga o'tirib olib, короче, do'stlar mana ko'rdinglar, mana shu agrotovdagi narsa quryapti. U sotuvchilik qilayotgan ekan, yo'qolib qolibdi va mana bu 13-qishloq ekan va mer bilan gaplashmasdan o'ziga uy quryapti. Mer, Kiraver. hop, ana, mer. Ha, nima deysan yana? Короче, men u sotuvchi ekan, shuning uchun menga pul berdi va sotuvchilik mana shu yerda qilaversam bo'ladimi deb so'rab menga pul berdi, bir stak. Menga tasha bursak. O bir stak emas, yarim stak tashlayman, mayli sizga. Uyimda pulim ko'p. Mayli tashlayversin. Faqat qoidalarga amal qilib yashasin u. Aytib qo'y. Hop bo'ladi, короче, men ketdim. Hop. Eshik ochiq ekan. Obunachilar eshik ochiq ekan. Короче, mana pulim. To'xtanglar, mana kasholakda pullarim bor edi. Sumkam qo'yib qo'yaman. Va bizda qancha pul bo'ldi? Hisobla 224 million bo'ldi. Yo'q. 2 million bo'lib ketibdi obunachilar puli. Mana buni ham hisobga olish kerak pulda, mana pulda ham hisobga olish kerak obunachilar buni. Va men oxirida sizlarga mototsiklni ko'rsatmoqchi edim. Qalay, zo'r mototsiklim. Takoyman bunga yangi oldim. Hozir pulni berishim kerak merga. Mer pul to'lab qo'yadi va ketdi. Yana merga berishimiz kerak pulni. Mer kirsam bo'ladimi? Ha, kirdim bobotaga. Voy, aytmaysiz. Короче, aytgancha mototsikl olib beruvdingiz, esingizdami? Ha, o'sha pul olib keldim. Da, конечно, olib keldim-da, mana boy ketdim mana. O'zgasiga ketmadim, bo'pti, sog' bo'lasiz. Men ham boyib ketdim, o'zgasiga ketmadim, obunachilar, to'g'rimi? Endi moyini quysak va shun bilan kayf qilib uchsak bo'ladigan mototsiklim mana. Ichto'la mototsiklim mana. Qaranglar, просто bomba-da, mototsiklim ko'rasizlar. Чёткий такой, просто такой мотоциклым bu. Voy, ozgina moy nima qilaman men? Men boy ketdim, sotmoqchiman mumkin. Ben sotolaman buni, Misrga tashlayman. Qaranglar, такой kiyimlar bilan-da, просто так. Kayf, obunachilar kayfing qaranglar. Qochinglar, qoch. Oy, xudoga shukr. Albatta obuna bo'ling, like bosing. Raqsga tush, raqsga. Hot taka 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 raqsga. Raqsga tush, raqsga. Hot taka taka raqsga. Raqsga qaraychi. Sizlar bilan men 2x Minecraft bo'ldim. Просто tella toradigan darajada ekan. Hammaga xayr, sizlar bilan men 2x Minecraft bo'ldim. Va bugungi videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Просто mototsiklni yoqib qoldi. Bundan zo'r mashinalar olamiz hali. Hammaga xayr.